Mana shu orqada ko'rayotgan jo'xoriylar erta bahor shu dehqon mani do'konimizga keluvdi. Ancha tushuntirdim, u qildim. Aka bo'lmaydi, men ketdim o'sha anaqadan mayli o'sha mana shu raqiblarning firma urug'ini olaman dedi. Mana ahvol yonida bizaniki ekilgan, hozir ko'rasizlar bizanikini. Xuddi mana shu joy bilan bu o'sha turklarning urug'i, maqtab og'zini kerilib maqtaydigan urug'i, bu yog'i danata mana. Bu bizani urug'imiz. Bir xil qaruv, bir xil ishlov, bir xil joy deyarli. Hudud, tuproq hammasi bitta, suv bitta. Nu mana holati bo'yicha ichkariroq kirsak, o'sha danata, o'sha solishi mana bo'ylari, pachatkasi bu danata. Biza hozir 2026-yil iyul, 21-iyul sanasidamiz. Mana holati. Saidilla olgan. Sizga bir ikki savol. Mana o'tgan yil ham oldingiz, to'g'rimi? 3 yildan beri olasiz. Mana shu yaxshi bo'lgani uchun olasizmi yo sizga tekinga berayotganimiz uchunmi? Biz sizga pulga beryapmiz-ku, to'g'rimi? Effekt bergani uchun, mana yaxshi foyda qilganimiz uchun mana shu urug'ni olib kelib ekyapmiz. Xudoga shukr, yomon emas. Barakasini bersin. Doniyor, mana sizga misolda bu qani. O'sha siz boyagi danatangiz, suvdan qantarib qo'ygan joyingiz. Bu ham danata. Agar men sizga misol uchun bu shkafdan olib Saydillaga men buni berib sizga bersam, u qiyomatda men so'ralaman-da. Bitta partiya, hammasida bitta nav. Yo'q, danata bizdagi ham boshida aytibman, Muxtanaga yomonlar. Bittadan mana ushlagan. Men bularni ham ko'rsatdim mana. Ikkitadan bergan joylari ham bor. Endi u hamchi ozuqa maydoniga ozuqaga ham bog'liq. Mana. Doniyor, ko'rdingizmi o'zi buni yo birinchi marta kelishingizmi? Drakon qaysi biri? Drakon bu yerda yo'q, aka, bu yerga faqat 3 gektar danata ekkan. Mana ishlari. Ya hozir suv qo'yilmagan joyiga olib boryapsizlar. Ko'rsin, ertasiga demoqchiman. Sug'orilmagan joy. Muhammad Amin mana shu ikkita taraflarni ham olgin, ko'rsat. Suv ichmay qolgan joyi bor, ko'ramiz. Mana shular ham danata bo'ladi. Bo'yini ham ko'rsanglar bo'ladi. Pauza qil. Mana shu holati. Umuman suv bermaganman, iloji yo'q, suv chiqmaydi, do'ngdi. Mana yana bitta misol, Doniyor. Bu ham sizga misol boygin bilan solishtirishdi bu. Suv bermasiz, suv ichmasa, mana bunaqa narsada, Makka jo'xoriga suv bo'lmasa, changlanish bo'lmasa, bu ota ham, bu ona ham rivojlanmaydi, bo'lmaydi, mana. Hosil bo'lmaydi. Bu degani ana urug' yomon demaylar, dehqonni ham yomonligini aytish kerak. Chunki mana dehqon o'zi tan olyapti. Bu yerga suvi chiqarish imkoni yo'q. Men bu ko'rayotgan joylarni bir amallab zo'rg'a chiqaraman dedilar, to'g'rimi? Ko'rsat o'zlarini ham. Naryoqda suv o'zini oqavasi bilan keladi. Bu eng do'ngal tepa joy bo'lgani uchun bu suv icha olmaydi. Icha olmaganiga mana bir ibrat bitta ko'rsatiladigan joyiki, bu Makka jo'xori stressga tushsa bu o'ladi. Bu anu GMO emas, suv bermasa 3 tadan soladi, yam-yashil bo'lib turadi degan narsa yo'q. Biz ham o'sha o'zimizga yarasha gibrid urug'lar olib kiramiz. Hech qanaqa GMO urug'lar olib kirilmaydi. Mana danata navimiz, dalaning o'rtasidamiz. Dalaning o'rtasida pachatkalar hammasi standart. Bir xil, mana qushni ham yegan joyi bor. Sizlarga tavsiya qilamiz. Danata, daron, drakon hammasi bizda. Ham bor, men bitta o'rtog'imga olib berganman, drakon kirgizib ko'rsataman hozir. Drakonni. Drakon bilan danata ham yonma-yon ekkan ham. Bar drakon undan yiriroq. Mana shu pachatkadan drakon yiriydi deyaptilar mana. Uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Shu holatida 4 martagacha suv ichgan mana shu makkalar. Lekin pachatkalar
Doniyor, endi kelishingiz mana shunga. Lekin u bilan anoningiz bilan solishtirganda bu eshitdingiz Saidillarning gapini. Mana buni ham o'sha Saidillarni aniq qilib olib kelishgan tanishlari FAO 700 deb berishgan buni. Vaholanki holatini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yana buni Xitoy urug'i deb berishgan bunga.